Boshlang'ich $1000 bilan mana shu 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz halol nasiya savdoga berilayotgan ekan. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasa, noto'g'ri eshitmadingiz. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz boshlang'ich $1000 bilan beriladi akalar. Ketdik, obzor qilib beramiz. Faqat Toshkent shaharga beriladi mashinamiz akalar. Kraskalari top-toza, 2025 fara, balon, xullas absolyutni yangi, bor yo'g'i 16000 kilometr yurgan ekan akalar. Apshikalar yaxshi holatda, chexollar yaxshi holatda, bitta rasxodni polik olish kerak akalar. O'zim ham bunaqa rollari, kruz kontrollari ham ishlar ekan akalar, aktivniy kruz kontrol bo'ladi akalar. 16000 kilometr yurgan, ko'rib turgan bo'lsanglar, avtomat hamma narsasi bor. Mashinaning ichidan ham yengilligini hidi hali ufurib turibdi akalar. Xudo xolasa, mashina to'laqonli benzin yuradi. Hech qanaqa ish yo'q. Endi bilasizlar, yangi mashina ba'zi hech qanaqa ish yo'q. Kelasiz, o'tirasiz, minasiz. Boshiga $1000 berasiz, oylik to'lov keladigan bo'lsa, 1 yildan 5 yilgacha olsangiz bo'ladi. Halol nasiya savdo, kredit emas akalar. Shuni Telegram kanalimizga kirsangiz, akalar, batafsil ma'lumot yozib qoldirganman. O'sha yerga kirib bemalol tanishib chiqsangiz bo'ladi. Xullas, Telegram nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Cobalt qidirgan tog'alarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, akalar, joninglar sog' bo'lsin. O'zingizlar ehtiyot qilasizlar.